Musobaqa tasmikan? Taskan, lekin men dadamning izini bosib mang'um bor. Yaxshimisilar do'stlar, bugun bo'lib qolmish diyorimiz tarixidagi tunji Osiyo boks chempioni Abdurahmon akamizning ayoli va qizi bilan tanishib chiqamiz. Ham bu tanishishdan burun Abdurahmon akamizning ancha natijalarini so'zlab o'tsak yaxshi o'tdi, lekin endi so'zlab kelsak bu gap bakchiqlar ketadi. Ammo shu tugab ketishning oldida o'zi tarbiyalagan shogirddan 12 shogird davlat komandasiga tanlangan. Ondan boshqa hozir ko'rgan bo'lsak, shu Olim Chayon deymiz, Muxtar Karkadan deymiz, Ershod Zulfiqar deb shunday yaxshi natijalarni boks o'ynayotgan bolalarni dal shu Abdurahmon akamizniki bir qo'lda tarbiyalab chiqqan shogirdlar bo'ldi. Unda olib qolsam, Aynur ochimiz ham Rahima qizimiz bilan suhbatni boshlab ketdik. Aynur acha qandalingiz yaxshimi? Yaxshi. Shu Rahima qizimiz bu da endi shu boks endi chempionlikni oldi qo'y hisobda. Endi mushta bir endi sizin tarbiyalash jihatim nurg'un jafolarni tatdingiz. Sizning bir ekran orqali bir tunishtirib bersak shunday yaxshi bo'ldi. O'zingiz qisqacha bir tunishtirib bersangiz, burun siz usulchi ochasizlar, ha? Usul artisti, ha. To'g'ri. Chet ellarda uyoq qo'yib, ishlar qilgan, ishlar olgan. Davrayman. Endi meningki asli kasbim usul artisti. Burun shu Chongyangol Beijing Chongyangoldanki usul artistlikda asosli artisti bo'lib uzoq xizmat qildim. Keyin Abdurahmon bilan Osiyo boks chempioni Abdurahmon Abdukin bilan tanishib, to'y qilib, undan keyin yenib kelgandan keyin Asatchiddin uyda shu ikki bolamni tarbiyalashda bo'ldim. Keyin Abdurahmon qaytish bo'lgandan keyin men o'zim shu kasbimga eng yaqin bo'lgan oliy darajalik yoga trenerlikni men jiq izlandim. Bo'pmi shu kichik balla Artun Yujani men tunchi qitim Xinjiangga cho'ngshirin bo'lib men akirgan. Hisobda shu qizimni men shu boks bilan tang shu yogani tang tarbiyalab qildim. Endi hozirgi qilayotgan ishim bo'lsa, asosiyatim shu tor sodisini elib menyaptim. Endi qisqagina hayotim shu mushtala deb turay. Ishqilib acha hisobda ikki qizimiz bor ekan-ku. Ammo shu ikki qizlarni endi bir qator qo'yish jarayonida nurg'un jafolarni tatsangiz, oldi juratkamlarning Shamovon akamiz mishtan tarbiya o'qishlar bo'lib qazmishlarda tunji bo'lib filmni tatib bizning boshlamchimiz. Haqida biz ko'rgandan keyin endi Amel Alqib bo'lsin, Rayma sanımız bo'lsin, bir to'g'ri o'ynayotgandim, chuqur bir tatgan majburiyatimiz bor deb o'ylaymadim. Shuni bugun men tatib o'tiribdik. Rahmat. Rayma boks o'ynamoq tasmikan? Taskan, lekin men dadamning izini bosib mang'um bor. Ammo shu Rayma qizimizning o'ynagan musobaqasi, ham shu qaysaligini ko'rib, siz texnik bir o'rindan ochdiyacha. Sizga rahmat, mana yaxshi bir farzand tarbiyalab chiqibsiz. Ondan boshqa acha endi bu tantarbiya deganga nurg'un iqtisod ketadigan narsa bu-ku. Bu farzandning nurg'un pullar ketadi, boya siz degandek ancha to'g'ri ishlarni qilyapman degandan keyin sizning jonxo'ringiz bilan bir ko'ngchuan qilib chiqarib qo'yay. Kan ko'rmanlarmi? Ancha ko'ngillar bo'lib qolsa, o'zing kerakli narsalar bo'lib qolsa, ashani setilish orqali shu sonimizga ancha iqtisod kirim yaratsak ham qo'llasak degan umidda ma filmlarda nurg'un ko'ngchuan qilib qo'yadi deb o'ylash uchun. Shu anda shu qizimizniki qaysarligiga xalq ishdan yaxshi bo'lib ketish uchun bir ta yuraklarni bosqach seyr qaror kirib o'zing ehtiyojli bo'lgan narsalarni setib ancha tang birlikda qo'llab qo'yaylik do'stlar.